Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlarga juda ko'pchilik qiynaladigan, lekin aslida eng oson usullardan biri stoyka yoqani mukammal bichish bo'yicha kichik sirimni ko'rsatib bermoqchiman. Videoda ko'rsatganimdek orqa va old bo'yin omizini birga qo'yib, yaxlit o'lchab olinadi va qog'ozga o'sha uzunlik chiziladi. Yuqoriga esa 7 cm ko'tarilamiz va chizgan chizig'imizni teng ikki qismga bo'lib olamiz. Hamda 3 cm dan yoqamiz balandligini chizib chiqamiz. Stoyka yoqa bu oddiy detal emas. To'g'ri bichilsa, kiyimga chiroy, silliqlik va professionallik beradi. Ko'pchilik aynan yoqada adashadi. O'lchamlar bir-biriga mos tushmay qoladi. Belgilab olgan nuqtalarimizni lekala lineyka yordamida birlashtirib olamiz hamda uchburchak bo'lib qolgan joylarni silliqlab olamiz. Aslida stoyka yoqa texnikasi juda ham sodda. Eng muhimi asos andoza to'g'ri bo'lishi, bo'yining aylanasi aniq o'lchanishi va modellash to'g'ri bajarilishi lozim. Hozir men sizga stoyka yoqani eng oson usulda chizishni, qaysi nuqtalardan kirish, qaysi nuqtalardan chiqish, ahamiyatga ega bo'lgan joylarini amalda ko'rsatib beryapman. Siz asosni to'g'ri tushunsangiz, hech qachon yoqa sizni qiynamaydi. Yoqani chiroyli chiqishi bu aslida asos andozaning mukammalligidan boshlanadi. Yoqa andozasini chizib olganimizdan so'ng bo'yin omizida o'lchangan o'lchamni qayta qo'yib tekshirib olamiz. Biling, yoqani tepa qismi pastki, ya'ni omizga tikiladigan qismidan 1-2 cm qisqaroq bo'ladi. Shuni hisobiga ozgina 45 gradus burchak atrofida chizamiz va uchiga o'zimiz istagandek shakl beramiz. Aynan asos andoza mukammal bo'lmaganligi sababidan ko'p holatlarda yeng tanaga chiroyli yotmaydi. Yoqa omizni noto'g'ri bichilganligi yoki yoqa noto'g'ri modellangani hisobiga yoqa chiroyli chiqmaydi. Agar siz ham asos andoza va modellashtirishni chuqur o'rganishni xohlasangiz, 24-kuni bo'ladigan onlayn 3 kunlik webinar darsimga yozilib oling. Unda siz modellash va asos andozani barcha sirlarini o'rganib olasiz. Agar sizga tikuvchilik va modellash sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling, kuzatishda davom eting.